Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar ko'pchiliklar bilasizlar, go bormoq fe'li, speak gapirmoq, swim suzmoq. Bunaqa fe'llardan sizlar shu yod bo'lib ketgan. Men sizlarga juda ham kamdan kam, balki eshitmagan bo'lishim mumkin, juda ham hayotimizda ko'p ishlatilgan fe'llarni o'rgataman. Demak, boshladik. O'rtoqlar, bu gлаголlarni o'rganishimiz uchun bizga bitta dona qog'oz kerak bo'ladi. Hayron bo'lgan bo'lsanglar, nima kerak? Buni men bukladim. Buklash ingliz tilida fold deyiladi. I am folding the paper. Ikkinchi gлаголimiz bizda squeeze. Nima deb o'ylaysizlar? Squeeze degani siqish degani. Mana masalan, qo'limizda pakalashka bor. Bu yellow. Squeeze. I am squeezing the bottle. Mana mashinadan men demak nima qildim? Siqdim. Keyingi fe'limiz scratch fe'li. Bu albatta verb. Verb sifatida ishlatamiz. Agar bu qazalashtirmoqchi bo'lsak, id qo'yamiz. Scratch tarjimasi kimdir mashinamizni mix bilan tirnab ketsa, qirib ketsa, biz scratch deymiz. Misol keltiraman. Somebody scratched my cobalt yesterday. Kecha kimdir meni cobaltimni qirib ketibdi. Demak, o'rtoqlar, bu o'rgangan fe'limiz press. Sizlar o'ylamanglar, u press chiqarish, zalga borib zanimasini qilish yo'q. Bu boshqa press. Ya'ni bosish. Qo'ng'iroqni bosishingiz mumkin, knopkani bosishingiz mumkin. Mana shu narsa ingliz tilida press deyiladi.